ota-onalar o'ydi ichiga mayda bachalari girdlariga, davri-dubarlariga o'ltirganda puldan, dunyodorlikdan, boy bo'lardan, ta'mirdor, mo'tardor, nimrador bo'lardan ko'p gapirmasinlar. Baxotirki ota-ona agar shu narsalardan ko'p gapirsa, mayda bachalar tavajjuh qiladilar, fikr qiladilar. Va bu matlabga, bu natijaga yetadilarki, albatta puldor bo'lmoqli, sarmoyador bo'lmoqli, nimrador, ta'mirdor bo'lmoqli, moyai xushbaxtlikdir. Har kimiki puldor, sarmoyador, sarvatmand bo'lsa, bu odam xushbaxt, xushchons, nekbaxt. Shundoqsa fikr bachalarning zehniga tushadi. Va bu bachalar dunyo toparga, puldor bo'larga, sarmoyador bo'larga mayda bachalikdan zehnu fikrlarini shu narsaga, shu mavridga tamarkuz qiladilar va saranjom puldorlikka, sarmoyadorlikka ko'p arzish beradilar. Az jihatiki ko'p arzish beradilar, nihoyat shuni borasiga ko'p fikr va ko'p talosh qiladilar. Ro'zi keladiki, siz ota-onadan kada o'sha sarmoya va pulini do'st ko'radi. Ro'zi keladiki, dinidan, mazhabidan, farhangi dinisidan o'sha pulni do'st ko'rayotgan bo'ladi. Ota-onadan o'tadi, din va mazhabidan o'tadi, farhangi islomisidan o'tadi, hamma axloqiyot islomisidan o'tadi, ammo puldan o'tolmaydi. Nima uchun? Bachalidan buni zehnu fikriga muhabbati pul, muhabbati dunyo naqsh bo'lgan. Bu naqshni ketkizib bo'lmaydi. Misliki toshni betiga bir naqshani kashallasangiz, bu toshni betidagi naqsha ketmaydi. Toki tosh bor, u naqsha bor. Bas bu tifl bachani zehnu fikriga ham shu dunyodorlik, puldorlik, sarmoyadorlik naqsh bo'lgan. Aslan uni zehnu fikridan bu naqsha ketmaydi. Shu lihozdan ota-onalarga bu tavsiyadiki, avlodlar yig'ilib to'xtagan vaqtga matolibi islomidan gapirsinlar, arzishoy islomidan gapirsinlar, farhangoy diniy islomidan gapirsinlar, din va mazhabdan gapirsinlar. To'yinki mayda bachalarning zehnu fikriga muhabbati dini islom, muhabbati payg'ambar, muhabbati kitobi Alloh jo'bajo bo'lsin, joyguzin bo'lsin. Va bular katta bo'lsa ham shu dini islomda Alloh mutoli birtoligini, payg'ambarda barhaqligini, kitobda barhaqligini bular muhim bilsin va shu narsaga zehnu fikrlarini qo'ysinlar. Saranjom katta bo'lsalar ham, chunki muhabbati Alloh, muhabbati payg'ambar, muhabbati kitob qalblariga, zehnlariga o'ltirgan to oxir umr ham bular puldan o'tadi, sarmoyadan o'tadi, tamomiy zindagili dunyodan o'tadi, ammo muhabbati Allohdan o'tmaydi, muhabbati payg'ambardan o'tmaydi, do'stdori din islomdan o'tmaydi. Nima uchun? Bachalidan ota-onalar bularni zehni fikriga din islomni ma'rifa qilgan, farhangi islomini ma'rifa qilgan, axloqiyotni bularga tonittirgan, shevay zindalikni bularga tonittirgan, tamomiy haq va haqiqatni ota-onalar bachalarga bildirgan. Vaqtiki bachalar tamomiy haqiqatdan ogoh bo'lsa, hech goh baxotiri puli bearzish, baxotiri dunyoyi bearzish, baxotiri sarmoyayi bearzish, bu arzish narsani qo'ldan bermaydilar. Agar siz xohlaysizki avlodingiz dunyo va oxiratga komyob, rastagor bo'lsa, dunyo va oxiratga sarfiroz va sarbiland bo'lsa, dunyo va oxiratga xushbaxt va xushnom va nekbaxt agar bo'lsa, siz bachchalikdan uni qalbiga, zehn va fikriga muhabbati Allohni taylang, muhabbati payg'ambarni taylang, muhabbati dini islomni taylang, muhabbati Qur'onni taylang, axloqiyotni unga o'rgating. Bu dunyo, pul va sarmoya bu narsalar hatman kelaykondi. Kimni ko'ribsizki dunyodan och o'lib ketgan bo'lsa,
Kimni ko'ribsizki dunyodan luch bexi kola topolmay luch masalan favt qilib ketgan bo'lsa, kimni ko'ribsizki dunyodan voy qilolmay, bir tom tayla olmay, bevo'y, bejo'y, baysulo mardum bego'ri kafan bo'lib ketgan bo'lsa, bu dunyoning narsasi hatman o'zi kelaykonu, o'zi tapilaykondir. Ko'p bo'lsa ham odam dunyodan o'tadi, kam bo'lsa ham dunyodan odam o'tadi. Bu narsani ko'pligi insonni dunyoga to'xtatib qo'ya olmaydi. Kimni ko'ribsizki ajatiki puldor, sarmoyador, mo'tardor, ta'mirdordi, masalan buni umri ko'proq bo'lgan bo'lsa, faloni nafar g'arib va nodordi, umri kam bo'lgan bo'lsa, hech. Aslan bu chizoy dunyo be xotiri bir zaruriyat zindagilikdi. Ko'p bo'lsa ham o'tadi, kam bo'lsa ham o'tadi. Ko'shish qiling shuni halolidan bo'lsin. Ammo muhim, hamma narsadan kada muhim din va mazhab, din islomda. Hamma narsadan kada muhim rizoy Alloh, muhabbati payg'ambardir. Ki Alloh mutol buni har bir qaysi bizga nasib qilsin. Alloh mutol bizlarni nasl nasab avlodimizga Alloh mutol bu dindorlikni, muhabbati Alloh va payg'ambarni nasib qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.